Oldin so'yaylik. Qizil chiqsa, ya'ni o ariq chopayotgan hasharchilar chaqiramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. 2026-yil 30-may. Assalomu alaykum. Bobo dehqonlar, dehqonchilik ishqibozlari. Bizni Bobo dehqon kanalini kuzatayotgan barchaga kunlaring xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Bugun mana 30-may 2026-yil videomizni Farg'ona viloyatining Toshloq tumanining Zarkan shaharchasi va Qo'l mahallasidan olyapmiz. O'zimiz toriz ekkan, chesnolar ekkan dalamdan olyapmiz. Shu koreyskiy mini torozlarimiz ora-orada bitta yarimta bo'lib pishib qopti. Hozir sizlar bilan shuni bitta uzib chiqib bitta so'yib ko'ramiz. Qani, qanchalik pishganligini hozir bilamiz hozir. Qani, ko'ramiz. Bu unaqa oshcha katta bo'lmaydi bu torozimiz. Hop. Yana bir marta suv qo'yishimiz kerak bunga. Bir marta suv qo'yib bir 4-5 kun qantarsak, ana endi keyin daholasa pishadi. Qantarilsa ham pishadi daholasa. Ma pishga kelib qo'ygan daholasa. Bobo dehqonlar, hop. Bu torviz o'zi shunaqa o'rtacha 5-6 kilolik bo'ladi. Buni sentineri boshqa torvizlarga nisbatan unaqa ko'p bo'lmaydi. Deylik katta torvizlardan, o'sha yirik bo'ladigan torvizlardan o'rtacha bir 60 tonna, 70 tonna, zo'r bo'lsa bir borani deylik, eng zo'r bo'lganda 100 tonna sotdik deylik. Bunda unaqa sentiner yo'q. Bunda unaqa katta sentiner yo'q. Buni erta pisharligi bizni qiziqtiradi. Ya'ni mazasi bizni qiziqtiradi. Mazasi boshqa torvizlarga nisbatan ancha shirin. Yana bu torviz to'g'risida nimalar desa bo'ladi? Buni hozir mana hozirgi kunda erta pishar torvizlarga mana deylik aksariyat dehqonlarimiz, hammasi ham emas, aksariyat dehqonlarimiz silitrani bosib, o'sha azotli o'g'itlarni bosib, rosa dorilar solib pishirib bozorga munday qilib ishirib olib chiqib sotyapti. Ularda ko'payib, ko'pchilik yilda bo'lyapti. Har xil kasalliklar, har xil o'sha qorin og'riqlar, ichib ketdilar, shunaqalar bo'lib qolyapti. Xudo xolasa bu torvizlarda bizda unaqa narsa yo'q. Sababi bunga nima solinganini o'zimiz bilamiz. O'zimiz bola chaqamiz bilan yeymiz va boshqalarga ham o'shani ravo ko'ramiz. Xudo xolasa hop. Yangi jijilagan kelinlar yesa ham xudo xolasa bo'ladigan holatda. Bunga gektariga tonnalab dori tushgan yo'q. Misol deylik bir har suviga ozginadan bir tam berishga, shirin bo'lishga ozginagina selitra solingan. Solinish ham mashika deylik bir 30-40 joy bo'lsa, mashika mavsum boshidan beri 100 kilo tushdi. Selitra 100 selitra. 100 kilo oqizildi. Mavsum boshidan beri, mana ekilgandan beri. U degani bu ekinga bir nima deydi? Ovqatga tuz solish degandek gap. Ovqat
tuzi past bo'lib qolsa ham bemaza bo'lib qoladi, tuzi ko'p bo'lsa ham bemaza bo'lib qoladi-yu. Shuni singari gap. Xudo xolasa tuzi joyida. Buni yegamaylar. Bitta endi ko'p gapirmaydi, bitta so'yib ko'raman shuni endi. Pichoqni bering, qayerga qo'ydingiz pichoqni? Olib keling. Buning uchun orqangizga dorini qopini olib keling, shuni ustiga qo'yib so'yamiz. Xudo xolasa qani, ashikka kelingchi. Oldin so'yaylik. Qizil chiqsa, yana o ariq chopayotgan hasharchilar chaqiramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. 2026-yil 30-may. O'zi bunga og'zimiz yeganiga bir haftacha bo'ldi. Xo'p. Qizili urug'iga 3-4 kun bormikan, bitta ko'ramiz hozir qani. Ha. 3-4 kun bor ekan qizil. Urug'i hali pishmabdi. Shu bitta suv bilan bir hafta 4 kun, 5 kun qantarlasa, Xudo xolasa, urug'lari ham qip-qizil bo'lib, qop-qora bo'lib pishadi. O'zi qip-qizil, urug'lari qorayadi. Mazasi ham o'shanda endi tagigacha sal po'st yupqalashib pishadi, Xudo xolasa. Endi buni hasharchilar chaqiramiz, oq chiqmadi, har qalay yeb olsa bo'ladi, Xudo xolasa. Ke Asura sandan boshlaymiz. Eng kichikdan boshlaymiz. Ke bobo. Kechi? Mana. Qonunlarga chaqiraylikmi yo olib borib beraverasanmi? Ey, toriz yeysizlarmi? Toriz yeysizlarmi? Kelinglar. Ke hamma, ke. Hop, dalamizda chekkasidagi tashama ariqlarda o't bosib oldi, tozalayotgan paytimiz hozir. Qani? Qani, bismillah. Oylarchi qani? Bu jicha bor ekan olmayu, Dostonbek. Ke bo'lmadi. Mazasi yaxshi, ha? Ha, bu mazasi yaxshi bo'ladi-da buni. Mazasi bu. Men. Sizgacha go'shira bo'lib ketdi. Qani? Operatorimiz ham tomosha qilib turadi, biz Ishimiz olib turadi. Ya, uni hammasini operatorga beramiz, o'zi yeb olamiz. Mazasi har doimgidek zo'r, Xudo xolasa. Sizga boshqa so'yib beraman shekilli bu. Ko'melcha keladi. Yaxshi chiqib qoldi, mazasi zo'r chiqib qoldi. Mana Asro buni. Ya, olmasini ham. Olinglar, kim yesa? Mas Dostonbek. Mana. Mana shuni. Mazza ketdi yerdan unda. Operator mashina yeysiz, so'ymasiz, aytsiz yana so'yib beraman. Yana ham qizilrog'idan topishga harakat qilamiz. Endi hozir bu teralar salqinida shundalardan uzib chiqdik. Bitta suv bilan qolgan joylar ham pishib ketadi. Suvdan tortildi pishadi bu, Xudo xolasa. Lekin o'tgan yili yemagan novvoslarni, buqalarni go'ngini solgan edik. Kattara bo'lgan edi. Bu yil dori ham kam soldik, go'ng solmadik, o'shani hisobiga ozgina kichikroq bo'ldi. Endi doriga baraka. Buni bunchalik mayda bo'lib qoladi deb biz xohlamaganmiz. Sababini qildik. Allohning bergani shu bo'ldi bizga endi. Berganiga shukr. Boriga baraka. Havoda qollar, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, endi toz yeyishimizni olib qo'yib, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa deyishim ham o'zi noto'g'ri-yu. Lekin biz qo'yayotgan dehqonchilik to'g'risidagi videolar yoqayotgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib bizni izohlarda qo'llab-quvvatlab turinglar. Nafaqat bizni, barcha dehqonlarni, Xudo xolasa yurtimizdagi, vatanimizdagi barcha dehqonlarni qo'llab-quvvatlab turinglar. Bizni bo'lmasa ham dehqonlarni duo qilib turinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.